Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. 1 iyuldan pensiyalar ommaviy to'xtatiladimi yoki bu gaplar odamlar orasida tarqalgan noto'g'ri vahimami? Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, bu bobolarimiz, nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan bolalar bor. Eng muhim gapni boshda aytaman. Pensiya masalasida beparvolik qilish mumkin emas. Birgina hujjatdagi xato, bank kartadagi muammo. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagani yoki tekshiruvdan o'tmaslik pensiya to'lovining vaqtincha to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak, qanday hujjatlarni tekshirish zarur va muammo chiqsa qayerga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Agar siz pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va qonunchilikdagi o'zgarishlarni oddiy tilda bilib borishni istasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bir pensionerning pensiyasi to'xtab qolsa, butun oila qiynaladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya oluvchilar uchun asosiy jarayon oddiy ko'rinardi. Pensiya tayinlanadi. Har oy bank kartaga yoki naqd shaklda keladi. Odam esa uni olib ishlatadi. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlandimi, endi umr bo'yi avtomatik kelaveradi deb o'ylardi. Amalda esa pensiya tizimida doim tekshiruvlar bo'lgan. Faqat ilgari bu tekshiruvlar ko'proq qog'oz shaklida, mahalla, pensiya bo'limi, bank va boshqa tashkilotlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi orqali sekinroq amalga oshardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Fuqarolik holati, yashash joyi, bank hisoblari, nogironlik ma'lumotlari, ish staji, ish haqi, xorijga chiqish va vafot etish holatlari va boshqa ko'plab ma'lumotlar bazalari orqali solishtiriladi. Maqsad oddiy. Pensiya va nafaqalar faqat haqiqatan huquqi bor shaxslarga to'lanishi, ortiqcha yoki noqonuniy to'lovlarning oldi olinishi. Shu yerda odamlar orasida iyuldan pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan gaplar paydo bo'ladi. Men buni to'g'ri tushuntirib beraman. Ommaviy to'xtatish degani hammaning pensiyasi birdaniga bekor bo'ladi degani emas. Bunday yondashuv bo'lishi mumkin emas. Chunki pensiya qonun bilan himoyalangan huquq. Lekin ayrim toifadagi fuqarolarning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Bu ko'proq ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, zarur tasdiq bo'lmasa, shaxs haqida yangilangan axborot kelmasa yoki qonunda belgilangan shartlar buzilgan bo'lsa yuz beradi. Masalan, inson pensiya oladi. Lekin uning bank kartasi muddati tugagan, karta bloklangan yoki hisob raqamida muammo bor. Bunday holatda pensiya bekor qilinmaydi, lekin pul tushishi kechikishi mumkin. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan shaxs belgilangan qayta tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, tizimda uning nogironlik muddati tugagan ko'rinadi. Natijada uning to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Yana bir holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 12 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot bazada ko'rinmayapti. Bunday vaziyatda ham to'lov tekshiruvga tushadi. Asosiy qism 1. Kimlar bilish kerak, kimlar xavotir olish kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak? Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar haqida gapiraylik. Agar siz pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz tartibda bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlarda muammo bo'lmasa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa va pensiyangiz muntazam kelayotgan bo'lsa, asossiz vahimaga tushishingiz shart emas. Sizning pensiyangiz shunchaki 1 iyul bo'ldi deb to'xtatib qo'yilmaydi. Pensiya to'lovini to'xtatish uchun aniq sabab bo'lishi kerak. Lekin xavotir olishi va hujjatlarni tekshirish kerak bo'lgan odamlar bor. Birinchi guruh bank kartasi bilan muammosi bor pensionerlar. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Pensiya fondi pulni yuboradi. Bank esa karta faol bo'lmagani uchun to'lovni qayta ishlay olmaydi. Otaxon pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya huquqida emas, bank kartasida. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash va yangi hisob ma'lumotlari tizimda to'g'ri ko'rsatilganini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng nozik masala nogironlik muddati.
Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi. Ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Masalan, fuqaro O2 guruh nogironligi bo'yicha 900 ming so'm atrofida nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi nogironlikni 1 yilga belgilagan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak. Agar odam vaqtida bormasa, tizimda muddati tugagan deb chiqadi. Natijada to'lov to'xtatiladi. Bu davlat pensiyani olib qo'ydi degani emas. Bu huquqni tasdiqlovchi asos yangilanmagan degani. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu to'lov ko'pincha bolalarga, o'quvchilarga, talabalarga tegishli bo'ladi. Masalan, 19 yoshli talaba otasidan ayrilgan va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Qonun bo'yicha u kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum yoshgacha bu huquq saqlanishi mumkin. Lekin agar universitet ma'lumoti bazaga tushmagan bo'lsa, talaba akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa, sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa yoki o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar o'quv joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya organiga taqdim etishga tayyor bo'lishi kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Ayrim odamlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarga farzandlari yoniga ketadi va bir necha oy yoki bir necha yil O'zbekistonga qaytmaydi. Bu holatda pensiya to'lovi qaysi tartibda davom etishi yashash joyi, fuqarolik holati xalqaro kelishuvlar va qonunchilikdagi shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar kartam O'zbekistonda qoldi. Pensiya tushaversin, farzandim yechib oladi deb o'ylaydi. Lekin tizimda shaxsning mamlakatdan chiqish, doimiy yashash joyi yoki boshqa ma'lumotlari bo'yicha savol tug'ilsa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. 5-guruh hujjatlarida farq bor odamlar. Masalan, pasportda ism Gulbahor, eski mehnat daftarchasida Gulbahor, nikohdan keyingi familiya boshqa, tug'ilgan sana bir hujjatda 1958 yil, boshqasida 1909 yil bo'lib qolgan. Ilgari bunday xatolar qog'ozda qolib ketgan bo'lishi mumkin edi. Hozir elektron bazalar solishtirilganda nomuvofiqlik chiqadi. Bu nomuvofiqlik pensiyani darhol bekor qiladi degani emas, lekin tekshiruv aniqlashtirish, qo'shimcha hujjat so'rashga sabab bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari tartibda bo'lgan, pensiya turi aniq, bank kartasi ishlayotgan, yashash manzili to'g'ri. Nogironlik yoki o'qish bo'yicha qo'shimcha tasdiq talab qilinmaydigan fuqarolar vahima tushmasin. Ammo men xavotir olmayman degani, hech narsani tekshirmayman degani emas. Har bir pensioner yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini, bank kartasini va shaxsiy hujjatlarini ko'zdan kechirish kerak. Asosiy qism 2 istisnolar. Yashirin xatolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar endi eng ko'p uchraydigan nozik holatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat: pensiya to'xtatilishi bilan pensiya bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'lov to'xtatilishi vaqtincha bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmayapti, ma'lumot aniqlashtirilmoqda, bank hisobida xato bor. Agar fuqaro kerakli hujjatlarni taqdim etsa va huquqi tasdiqlansa, to'lov tiklanadi. Ayrim holatlarda oldingi oylar uchun to'lanmay qolgan summa ham qayta hisoblanishi mumkin. Lekin buning uchun odam o'zi harakat qilishi kerak. Uyda kutib o'tirish muammoni cho'zadi. Ikkinchi nozik jihat: ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarib undirilishi mumkin. Masalan, odam boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzandi o'qishni tashlaganini yashiradi yoki nogironlik muddati tugaganini bilib turib vaqtida xabar bermaydi. Bir necha oy davomida pul tushaveradi. Keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha to'lov deb hisoblanadi va qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu juda og'ir vaziyat. Chunki odam olingan pulni allaqachon ishlatib yuborgan bo'ladi. Keyin esa qarzdorlik paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, huquqingiz o'zgarsa, buni yashirmang, o'z vaqtida bildiring. 3-nozik jihat: ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal, uzoqda yashaydi yoki farzandi orqali pul oladi. Ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lsa bu mumkin. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, noto'g'ri tuzilgan bo'lsa yoki pensionerning holati bo'yicha yangi tasdiq talab qilinsa, to'lovda muammo chiqadi. Masalan, 2 yoshli onaxonim pensiyasini qizi olib yurgan. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati tugagan. Qiz esa buni unutgan. Bank pulni bermaydi. Oila pensiya to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida yangi ishonchnoma kerak. 4-nozik jihat: vafot etgan shaxs nomiga pensiya tushishi.
Bu juda jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi oylar uchun tushgan pulni qarindoshlar ishlatib yuborsa, bu qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Chunki pensiya shaxsiy huquq hisoblanadi. Vafotdan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bor. Marhumning oila a'zolari dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Lekin kartadan pul yechib olish har doim ham to'g'ri yo'l emas. Bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. 5-nozik jihat yashash manzili va ro'yxat masalasi. Ayrim pensionerlar bir viloyatda ro'yxatda turadi, boshqa viloyatda farzandi bilan yashaydi. Bu holat ko'p uchraydi. Agar barcha ma'lumotlar tartibda bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiya hujjatlari, bank xizmati, tibbiy ko'rik yoki ijtimoiy xizmatlar bo'yicha hududiy nomuvofiqlik chiqsa, odamdan qo'shimcha tushuntirish so'raladi. Shuning uchun ko'chib o'tgan bo'lsangiz, manzilingizni rasmiylashtirishni ortga surmang. 6-nozik jihat SMS xabarlar va telefon raqami. Ko'plab pensionerlar telefon raqamini almashtiradi, lekin banka yoki tegishli tashkilotlarga xabar bermaydi. Natijada karta bloklanishi, parol, tasdiqlash kodi, ogohlantirish xabarlari eski raqamga ketadi. Pensioner esa hech narsadan xabarsiz qoladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Muammo katta emas, lekin odam ma'lumot olmagan uchun oylar davomida ovora bo'ladi. 7-nozik jihat firibgarlar. Pensiya mavzusidagi vahima kuchaysa, firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, 1 iyuldan pensiyangiz to'xtaydi. Kartangizni tasdiqlab qo'ying, kodni ayting, pasport rasmini yuboring deyishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz kodini, SMS parolni, plastik karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini begonalarga bermang. Pensiya fondi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu firibgarlik belgisi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni aniq ro'yxat qilib tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddatini ko'ring. Ism, familiya, tug'ilgan sana. JSHSH raqami to'g'ri ekaniga e'tibor bering. Agar eski hujjatlarda ism, familiya boshqacha yozilgan bo'lsa, bu masalani oldindan aniqlashtiring. Kerak bo'lsa FHDga, adliya yoki boshqa tegishli tashkilotlardan tasdiqlovchi ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz yangimi? Hisob raqam faolmi? Bularni bankdan aniqlang. Agar pensiya har oy kartaga tushsa, bank ilovasida yoki bank filialida oxirgi tushumlarni tekshirib chiqing. Karta yo'qolgan bo'lsa yoki almashtirilgan bo'lsa, yangi karta pensiya to'lovi bilan bog'langaniga ishonch hosil qiling. 3-qadam, pensiya turiga qarab qo'shimcha hujjatlarni tayyorlang. Yoshga doir pensiya olsangiz, odatda asosiy hujjatlar yetarli bo'ladi. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olsangiz, nogironlik muddati, tibbiy xulosa, qayta ko'rik sanasini tekshiring. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, bolaning yoshi, o'qish shakli. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma muhim bo'lishi mumkin. Ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va notarial tartibi to'g'ri ekanini tekshiring. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan qo'rqmang. Ko'pchilik odam borsam pensiyamni tekshirib to'xtatib qo'yishadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri fikr. Aksincha, muammoni oldindan aniqlash sizni katta ovora bo'lishdan saqlaydi. Murojaat qilganda o'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi ma'lumotlari, pensiya daftarchasi yoki pensiyaga oid hujjatlar, zarur bo'lsa tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. 5-qadam, murojaatni yozma shaklda qoldiring. Agar pensiyangiz kelmay qolgan bo'lsa, faqat og'zaki so'rab ketmang. Mening pensiya to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilgan yoki kechikkanini tushuntirib berishingizni, zarur bo'lsa to'lovni tiklash bo'yicha choralar ko'rishingizni so'rayman. Mazmunda ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, JSHSIR, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi va muammo boshlangan o'yini aniq ko'rsating. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni olib qo'ying. 6-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa, MySockCoop.uz orqali murojaat yuborish, pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Buni o'zingiz qila olmasangiz, farzandingiz, nabrangiz yoki ishonchli yaqiningiz yordam bersin.
Lekin yana ogohlantiraman. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Faqat ishonchli odam bilan ishlang. 7-qadam, muammo chiqsa sababini aniq bilib oling. Pensiyam to'xtadi degan umumiy gap yetarli emas. Sabab bankdami, hujjatdami, tibbiy ko'rikdami, o'qish ma'lumotidami, manzil ro'yxatidami yoki tizimdagi texnik xatodami, shuni aniqlash kerak. Sabab ma'lum bo'lsa, yechim ham tez topiladi. Masalan, bank kartasi muammo bo'lsa, bankka borasiz. Nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy komissiya masalasini hal qilasiz. O'qish ma'lumoti bo'lsa, universitetdan ma'lumotnoma olasiz. Hujjatdagi ism xatosi bo'lsa, adliya orqali tuzatasiz. 8-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling va saqlang. Pensionerlar ko'pincha bitta asl hujjat bilan yuradi. Keyin u yo'qolsa yoki kerak bo'lsa qiynalib qoladi. Pasport nusxasi, bank rekvizitlari, pensiya hujjatlari, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma nusxasi alohida papkada tursin. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlari qayerda ekanini bilsin. Bu oddiy maslahatga o'xshaydi, lekin amalda juda ko'p muammolarni oldini oladi. Yana bir real misol keltiraman. 71 yoshli pensioner ayol har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U qishloqda yashaydi. Kartasidan pulni nabirasi yechib beradi. Bir kuni pensiyada tushmaydi. O'yla vahimaga tushadi. Tekshirib qaralsa, pensioner ayolning ID kartasi yangilangan, lekin bankdagi eski pasport ma'lumoti bilan mos kelmay qolgan. Bank identifikatsiyani yangilashni so'ragan. Ayol bankka borib ma'lumotlarni yangilagandan keyin muammo hal bo'lgan. Bu yerda pensiya huquqi yo'qolmagan, faqat ma'lumotlar moslashtirilmagan. Yana bir misol, 20 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan. U birinchi kursda kunduzgi bo'limda o'qigan, keyin oilaviy sabab bilan sirtqi bo'limga o'tgan. U men baribir talabaman deb o'ylagan, lekin ayrim to'lovlarda aynan kunduzgi ta'lim sharti muhim bo'ladi. Natijada pensiya to'xtatilgan, oldingi davr bo'yicha ham savol tug'ilgan. Bu misol shuni ko'rsatadi, faqat o'qiyman degan gap yetarli emas, qonunda qaysi shakldagi ta'lim nazarda tutilganini bilish kerak. Yana bir misol. Nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaro qayta ko'rik sanasini unutgan. U sog'lig'i yomonligi sababli vaqtida bora olmagan. To'lov to'xtagan. Keyin u tibbiy hujjatlarni to'plab komissiyadan o'tgan va huquqi tasdiqlangan. Bu holatda asosiy dars shuki, agar bora olmasangiz ham oldindan shifokor, poliklinika yoki tegishli komissiya bilan bog'laning, vaziyatni yozma ravishda tushuntiring. Jim turish eng yomon yo'l. Demak, 1 iyuldan hammaning pensiyasi ommaviy ravishda bekor bo'ladi degan gapga ishonib vahimaga tushish kerak emas. Lekin pensiya va nafaqa to'lovlari bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi, ma'lumotlar solishtirilishi, hujjatlarda xato bo'lsa yoki shartlar tasdiqlanmasa, ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtashi mumkin. Eng to'g'ri yo'l oldindan hujjatlarni tekshirish, bank kartani tartibga keltirish. Nogironlik yoki o'qish bo'yicha ma'lumotlarni yangilash va muammo chiqsa yozma murojaat qilish. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, oilangizdagi pensionerlarning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Karta muddati, telefon raqami, pasport, manzil, pensiya turi va qo'shimcha tasdiqlarni tekshiring. 1 soatlik tekshiruv sizni keyinchalik bir necha haftalik ovora bo'lishdan saqlab qolishi mumkin. Sizning hududingizda pensiya kechikishi, karta muammosi yoki hujjat sababli to'lov to'xtashi holatlari bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida eng katta himoya vaqtida xabardor bo'lish va hujjatlarni tartibda saqlashdir.